Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Chiroq uchun yangi hisoblar qanday yuritiladi? Suvga yangi tariflar nimani anglatadi va pensiya oshirilishi oddiy odamning oyma-oy xarajatiga qanday ta'sir qiladi? Bu mavzu faqat pensionerlarga yoki faqat kommunal to'lov qiladiganlarga tegishli emas. Bu har bir xonadon, har bir oila, har bir ijarada yashovchi, har bir tadbirkor va har bir qarzdor abonentga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha keyin ortiqcha qarz, penga yoki hujjat yugur-yugurga sabab bo'lishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda gapni aylantirmasdan oddiy tilda eng kerakli joylarini tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik xonadonlarda chiroq va suv bo'yicha hisob-kitob oddiy ko'rinardi. Oy oxirida hisoblagich ko'rsatkichiga qaralardi. Avvalgi ko'rsatkichdan ayrilardi. Chiqqan kub yoki kilovat soat amaldagi tarifga ko'paytirilardi. Kimdir kassaga borib to'lardi, kimdir bank ilovasi orqali o'tkazardi. Kimdir esa bir necha oy to'lamay yurib, keyin katta summa bo'lib qolganini ko'rardi. Asosiy muammo shunda ediki, odamlar ko'pincha qaysi davr uchun, qaysi tarifda, qaysi hisoblagich ko'rsatkichi asosida pul yozilganini aniq bilmas edi. Endi vaziyat o'zgaryapti. Chiroq bo'yicha yangi hisoblar deganda men birinchi navbatda abonentning shaxsiy hisob raqami, hisoblagich ma'lumotlari, sarf limiti, qarzdorlik va to'lov tarixi yanada aniqroq ko'rinishga o'tayotganini nazarda tutyapman. Ya'ni eski davrdagi taxminan shuncha chiqibdi degan yondashuv kamayadi. Elektr energiyasi bo'yicha ko'rsatkichlar avtomatik olinadigan joylarda tizim sarfni o'zi qayd etadi. Hisoblagich eski bo'lsa yoki ma'lumot vaqtida uzatilmasa. Hisob-kitobda farq chiqishi mumkin. Shu farq keyingi oyda birdaniga qarz bo'lib ko'rinadi. Odamlar aynan mana shu joyda cho'chiyapti. Men o'tgan oy to'lagandim, nega yana qarz chiqdi degan savol ko'paymoqda. Suv bo'yicha ham yangi tariflar deganda faqat narx oshdi yoki kamaydi deb tushunmaslik kerak. Bu yerda bir nechta qatlam bor. Birinchisi, ichimlik suvi uchun alohida, oqova suv uchun alohida hisob bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, hisoblagich bor xonadon bilan hisoblagichsiz xonadon o'rtasida katta farq bo'ladi. Uchinchisi, hududlar bo'yicha tariflar turlicha bo'lishi mumkin. Chunki suvni yetkazib berish xarajati, nasoslar, quvurlar, tozalash inshootlari, elektr energiyasi sarfi har joyda bir xil emas. Shu sababli bir viloyatda bitta summa, boshqa tumanda boshqa summa ko'rishingiz mumkin. Pensiya oshirilishi esa ko'pchilik uchun quvonchli xabar. Lekin men bu yerda ham bir narsani aniq aytaman. Pensiya oshgani bilan kommunal xarajatlarni to'g'ri boshqarmasangiz, oshgan puling bir qismi darhol chiroq, suv, gaz yoki dori-darmonga ketib qoladi. Demak, masala faqat qancha qo'shildi deganda emas, balki qanday qilib bu pulni to'g'ri rejalashtiramiz degan savolda. Endi chiroq masalasini oddiy misol bilan ochib beraman. Masalan, bir oilada oyga 220 kilovat soat elektr sarflanadi. Agar eski davrda ular har oy bir xil atrofida to'lab kelgan bo'lsa, yangi hisob tizimida har bir kilovat aniq ko'rinadi. Konditsioner ishlagan yoz oyida sarf 350 kilovatga chiqib ketishi mumkin. Qishda elektr pech, suv isitgich, isitish qurilmasi ishlatilsa, sarf 500 kilovatdan ham oshadi. Oila esa biz har doim 1000 ming so'm to'lardik, nega bu oy 300 ming bo'ldi deb hayron qoladi. Sabab ko'pincha narxning o'zida emas, sarfning oshganda bo'ladi. Men har doim birinchi navbatda hisoblagich ko'rsatkichini yozib borishni maslahat beraman. Ikkinchi misol, ijarada yashayotgan talaba yoki yosh oila uy egasi eski qarzni qoldirgan bo'lishi mumkin. Yangi ijarachi kiradi. 2 oy yashaydi. Keyin telefoniga katta qarzdorlik haqida xabar keladi. Bu yerda kim aybdorligini isbotlash qiyinlashadi. Agar kirgan kuningiz hisoblagich ko'rsatkichini suratga olmagan bo'lsangiz. Men mutaxassis sifatida bunday holatda doim shunday deyman. Ijaraga kirgan kuni elektr, suv, gaz hisoblagichlarining suratini oling. Uy egasi bilan yozma ravishda kelishib qo'ying. Qaysi sanadan boshlab to'lov sizga tegishli ekanini aniq belgilang. Og'zaki kelishuv keyin bahsga aylanishi mumkin. Uchinchi misol, qishloq joydagi katta hovli. Bitta hovlida ota-ona, 2 o'g'il, kelinlar, nevaralar yashaydi. Rasmiy abonent bitta odam nomida, lekin real iste'molchilar 10 kishi. Suv ham ko'p ketadi. Ichish, ovqat yuvinish, kir yuvish, hovlini sug'orish, ba'zida mol hol uchun ham ishlatiladi. Agar hisoblagich bo'lmasa, belgilangan me'yor bo'yicha yoziladi. Agar hisoblagich bo'lsa, haqiqiy sarf chiqadi. Ba'zilar hisoblagich qo'ysam kam to'layman deydi. Bu ko'p hollarda to'g'ri. Lekin suvni nazoratsiz ishlatsangiz, hisoblagich sizga aksincha katta summani ko'rsatadi.
Demak, hisoblarga tejash kafolati emas, hisoblarga adolatli hisob kafolati. Kimlar ko'proq e'tibor berishi kerak? Birinchidan, doimiy qarzi bor xonadonlar. Chunki yangi hisoblarda eski qarz, joriy to'lov va penya alohida ko'rinishi mumkin. Siz 1000 so'm to'ladingiz, lekin tizim uni avval eski qarzga yopishi mumkin. Joriy oy esa yana qarz bo'lib qoladi. Ikkinchidan, hisobsagichi ishlamayotgan yoki plombasi shubhali bo'lgan abonentlar. Bunday holatda tekshiruv kelsa, qayta hisob kitob qilinishi mumkin. Uchinchidan, ko'p odam yashaydigan hovlilar, ijaraga berilgan uylar, kichik sex yoki do'konni uy hisobiga ulab ishlatayotganlar. Bu xavfli. Chunki maishiy abonent bilan tadbirkorlik iste'moli shartlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin agar sizda hisoblagich so'z bo'lsa. Har oy ko'rsatkichni kuzatsangiz, to'lovni vaqtida qilsangiz, kvitansiya yoki elektron chekni saqlasangiz, katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin men to'lab yuribman, demak hammasi joyida deb ham beparvo bo'lmang. Bank ilovasida to'lov o'tgan bo'lishi mumkin, lekin abonent hisobiga kech tushishi yoki noto'g'ri shaxsiy hisob raqamiga ketishi mumkin. Bitta raqam xato bo'lsa, pul boshqa abonentga o'tib ketadi. Keyin uni qaytarish uchun ariza, chek, pasport nusxasi bilan murojaat qilishga to'g'ri keladi. Suv tariflarida ham men eng ko'p uchraydigan vaziyatni aytaman. Masalan, xonadonda 4 kishi yashaydi, hisoblagich bor. Oyga ingek kub suv ishlatadi. Bu juda o'rtacha sarf. Agar har kub uchun yangi tarif qo'llansa, umumiy summa sarfga qarab shakllanadi. Lekin shu xonadonda unitaz bakidan suv sizib tursa, kran yopilmay tomchilab tursa, bir oyda 50 kub emas, 20 yoki 25 kub chiqishi mumkin. Odam ko'rmaydi. Lekin hisoblagich ko'radi. Bir tomchi suvning o'zi oy davomida pulga aylanadi. Shuning uchun men suv tariflari oshgan davrda eng birinchi ish sifatida kran, unitaz, quvur, suv isitgich, filtr ulangan joylarni tekshirishni aytaman. Pensiya masalasiga kelsak, bu yerda ham odamlar aniq hisob kitob qilishni o'rganishi kerak. Masalan, pensioner oldin 9000 so'm olgan bo'lsa, oshirilgandan keyin 20 million so'mdan oshishi mumkin. Boshqa birov 20 million 600 ming olgan bo'lsa, oshish miqdori boshqacha bo'ladi. Chunki pensiyalar bir xil pulga emas, ko'pincha belgilangan foiz yoki tegishli me'yorlar asosida oshiriladi. Eng muhim jihat shuki, siz pensiya tushgan kuni darhol hammasini xarajat qilib yubormasligingiz kerak. Men amaliy yondashuvni tavsiya qilaman. Avval kommunal to'lovlar, keyin dori, keyin oziq-ovqat, keyin boshqa xarajatlar. Chunki chiroq yoki suvdan qarz yig'ilsa, keyingi oy pensiya oshgani bilinmay qoladi. Endi istisnolar, yashirin nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan xavflarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Eski va yangi tarif o'rtasidagi chegara sanasi. Agar tarif oy o'rtasida o'zgargan bo'lsa, butun oy bir xil narxda hisoblanmasligi mumkin. Masalan, oyning 15 kunigacha eski tarif, 15 kundan keyin yangi tarif qo'llanishi mumkin. Agar hisoblagich ko'rsatkichi aynan o'sha sanada olinmagan bo'lsa, tizim o'rtacha sarf bo'yicha bo'lishi mumkin. Shunda siz nima uchun bunday hisoblandi deb so'rashingiz tabiiy. Javob olish uchun abonent bo'limidan hisob kitob tafsilotini so'rash kerak. Ikkinchi nozik jihat, hisoblagich almashtirilganda eski ko'rsatkich yopilishi. Usta kelib eski hisoblagichni yechdi, yangisini qo'ydi. Shu paytda dalolatnoma tuzilishi shart. Dalolatnomada eski hisoblagichning oxirgi ko'rsatkichi, yangi hisoblagichning boshlang'ich ko'rsatkichi, plomba raqami, sana va mas'ul shaxs imzosi bo'lishi kerak. Agar bu yozilmasa, keyin sizga avvalgi sarf yana qo'shilib ketishi yoki aksincha tizimda bo'shliq paydo bo'lishi mumkin. Men ko'p marta ko'rganman, odam hisoblagichni almashtirib ketishdi deydi, lekin qo'lida dalolatnoma yo'q. Hujjat bo'lmasa, bahsda abonentning holati zaiflashadi. Uchinchi nozik jihat, subvensiya, imtiyoz yoki kompensatsiya masalalari. Ayrim toifadagi fuqarolarga kommunal to'lovlarda yengillik bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik hammaga qo'llanadi degani emas. Nogironligi bor shaxslar, yolg'iz pensionerlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin siz o'zingizning huquqingizni bilmasangiz, ariza bermasangiz, kerakli hujjatlarni topshirmasangiz, imtiyoz hisobga olinmay qolishi mumkin. Shuning uchun men har bir pensionerga, ayniqsa yolg'iz yashaydiganlarga, mahalla pensiya jamg'armasi bo'limi yoki ijtimoiy himoya organidan o'z holati bo'yicha aniq ma'lumot olishni maslahat beraman. 4-nozik jihat, suvda oqova xizmatining alohida hisoblanishi. Ko'pchilik faqat ichimlik suvini ko'radi. Lekin kanalizatsiya tizimiga ulangan xonadonlarda oqova suv xizmati ham bo'lishi mumkin.
Ya'ni siz 10 kub suv ishlatsangiz, tizim shunga yaqin miqdorda oqova uchun ham hisob yozishi ehtimoli bor. Bu 2 marta pul olyapti degani emas. Bu ikki xil xizmat. Biri suvni yetkazib berish, ikkinchisi ishlatilgan suvni olib chiqish va tozalash. Agar xonadon markaziy kanalizatsiyaga ulanmagan bo'lsa, bu masala boshqacha hisoblanishi mumkin. Shuning uchun kvitansiyada qaysi qator nimani anglatishini albatta ko'ring. 5-nozik jihat qarzdorlik bo'yicha ogohlantirish. Ba'zan odam telefoniga SMS keladi. Falon summa qarzingiz bor, lekin u odam to'lov qilgan bo'ladi. Bunday paytda asabiylashmasdan birinchi navbatda 3 ta narsani tekshirish kerak. Shaxsiy hisob raqami to'g'rimi, to'lov cheki bormi, to'lov qaysi xizmat turiga ketgan. Masalan, siz suv deb o'ylab to'ladingiz, lekin boshqa kommunal xizmatga o'tgan bo'lishi mumkin. Yoki elektr uchun eski hisob raqamga to'lagansiz, yangi shaxsiy hisob raqam ochilgan bo'lishi mumkin. Shu sababli yangi hisoblar davrida eski saqlangan shablonlar bilan to'lov qilishdan oldin raqamlarni yangilab tekshirish kerak. 6-nozik jihat pensiya oshishi hamma to'lovlarni avtomatik ko'taradi degan noto'g'ri qo'rquv. Ayrimlar pensiya oshsa, kommunal to'lovlar ham shunga qarab oshadi deb o'ylaydi. Bu to'g'ri emas. Kommunal tariflar alohida qarorlar asosida belgilanadi. Pensiya esa ijtimoiy to'lov sifatida alohida tartibda oshiriladi. Lekin amalda narxlar o'sayotgan davrda pensiya oshishi xarajatlar bosimini yumshatish uchun qilinadi. Shuning uchun pensiya qo'shilganini ko'rib, uni ortiqcha daromad deb emas, byudjetni barqarorlashtiradigan mablag' deb ko'rish kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, elektr, suv va gaz bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni yozib qo'ying. Ularni telefoningizda alohida saqlang, lekin faqat raqamni emas, qaysi xizmatga tegishli ekanini ham yozing. Masalan, elektr shaxsiy hisob, ichimlik suvi, o'g'ova suv deb alohida belgilang. Bir xil raqamlar ichida adashish juda oson. Ikkinchi qadam, har oyning bir sanasini tanlang. Har oyning ilk kuni ertalab hisoblagich ko'rsatkichlarini suratga oling. Elektr hisoblagich, suv hisoblagich, gaz hisoblagich bo'lsa, hammasini suratlarda sana avtomatik saqlanadi. Bundan tashqari daftarga ham yozib boring. Men eski usul daftarni ham foydali deb bilaman. Chunki telefon buzilishi yoki surat o'chib ketishi mumkin. Daftarda oy, ko'rsatkich, farq, to'langan summa yozilsa, keyin bahs bo'lsa, sizda tartibli ma'lumot bo'ladi. 3-qadam. Kvitansiyani tekshiring. Faqat umumiy summaga qaramang. Qaysi davr uchun hisoblangan? Avvalgi qarz bormi? Joriy oy sarfi qancha yozilganmi? Xizmat turi qaysi? Shuni ko'ring. Agar tushunarsiz qator bo'lsa, abonent bo'limiga boring yoki rasmiy aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. Nega shuncha chiqdi deb umumiy so'rash o'rniga aniq so'rang. Falon sanadan falon sanagacha nechta kilovat hisoblangan? Qaysi tarif qo'llangan? Avvalgi qarz qaysi davrdan qolgan? Shunda javob ham aniq bo'ladi. 4-qadam, agar hisoblagich ishlamayotgan bo'lsa, kutib yurmang. Darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, manzilingiz, shaxsiy hisob raqamingiz, telefon raqamingiz va muammoni yozing. Masalan, suv hisoblagich ko'rsatkichi yurmayapti yoki elektr hisoblagich ekrani ko'rinmayapti deb aniq yozing. Arizani 2 nusxada topshirsangiz, bir nusxasiga qabul qilingan sana va muhr qo'ydirib oling. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. 5-qadam. Ijarada yashasangiz yoki uy ijaraga bersangiz, kommunal to'lov bo'yicha alohida kelishuv qiling. Kirish sanasidagi ko'rsatkichlarni yozing. Uy egasi va ijarachi imzo qo'ysin. Har oy kim to'laydi? Qarz chiqsa kim javob beradi? Eski qarz kimga tegishli? Bularni oldindan kelishib oling. Bu mayda narsa ko'rinadi. Lekin keyin katta janjalning oldini oladi. 6-qadam. Pensionerlar pensiya oshirilgandan keyin o'z hisobini tekshirsin. Pensiya karta tutsa bank ilovasidan yoki bankomatdan ko'ring. Naqd olsangiz to'lov varaqasini so'rang. Agar siz kutgan summa tushmagan bo'lsa, darhol xulosa chiqarmang. Avval pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank kartasi ma'lumotlarini. Oldingi to'lovlar haqidagi ma'lumotni olib boring. Savolni aniq qo'ying. Mening pensiyam qaysi asosda, qaysi sanadan boshlab oshirilgan? Qayta hisob kitob bormi? Qo'shimcha to'lov keyingi oyga o'tganmi? 7-qadam. Kommunal xarajatlarni oilaviy byudjetga kiriting. Men oddiy formulani tavsiya qilaman. Pensiya yoki maosh tushgan kuni avval majburiy to'lovlarni ajrating. Chiroq uchun taxminiy summa, suv uchun taxminiy summa, gaz yoki boshqa xizmatlar uchun summa, keyin oziq-ovqat vadori. Agar siz oy oxirida to'layman,
desangiz oy oxiriga pul qolmasligi mumkin. Ayniqsa pensiya oladiganlar uchun bu juda muhim, chunki daromad odatda oyda bir marta tushadi. 8-qadam tejashni faqat chiroqni o'chirish deb tushunmang. Elektrda eng ko'p sarf qiladigan jihozlar: konditsioner, elektr isitgich, suv isitgich, dazmol, eski muzlatgich, elektr plita. Suvda esa eng ko'p yo'qotish. Sizib turgan bak, ochiq qolgan kran, keraksiz hovli yuvish, nosoz g'uvurlar. Agar xonadonda eski lampalar bo'lsa, LED lampaga o'tish foyda beradi. Agar suv isitgich doim yoqilgan tursa, haroratni me'yorida ushlash kerak. Har bir kechik tejash oy oxirida seziladi. 9-qadam, qarz chiqsa yashirinmang. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga boring, qarz tafsilotini oling. Agar qarz haqiqiy bo'lsa, bo'lib to'lash imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Agar qarzni to'g'ri deb hisoblasangiz, yozma e'tiroz bering. E'tirozda men rozi emasman debgina yozmang. Dalil kiriting. To'lov cheklari, hisoblagich suratlari, oldingi kvitansiyalar, dalolatnoma nusxasi, hujjat bilan gapirsangiz, masala tezroq hal bo'ladi. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, chiroqqa yangi hisoblar, suvga yangi tariflar va pensiya oshirilishi bir-biridan alohida ko'rinsa ham, oddiy oilaning byudjetida ular bir joyda uchrashadi. Elektr va suvda hisob-kitobni tushunmagan odam ortiqcha qarzga kirib qolishi mumkin. Pensiya oshganini to'g'ri rejalashtirmagan odam esa qo'shimcha puldan real foyda ko'rmasligi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng muhim ishlar: hisoblagichlarni har oy yozib boring. Kvitansiyani tekshiring. Shaxsiy hisob raqamlarini adashtirmang. Hujjatlarni saqlang. Tushunarsiz qarz chiqsa, yozib murojaat qiling. Sizning hududingizda chiroq yoki suv bo'yicha yangi hisoblarda muammo bo'ldimi? Pensiya oshirilgandan keyin summa to'g'rishdimi yoki savollar bormi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham o'z tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men kommunal to'lovlar, pensiya, ijtimoiy yordam va oddiy odamning cho'ntagiga ta'sir qiladigan yangiliklarni tushunarli tilda tushuntirib boraman.